Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan siz aziz kitobxonlar uchun tayyorlangan buktreyler. 10 iyun O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning tavallud topgan kuni. Milliy madaniyatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan betakror so'z san'atkori, zahmatkash adib Said Ahmad. Uning ko'plab yuqori badiiy mahorat ila yozilgan novella va hajviy hikoyalari milliy adabiyotimiz rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Said Ahmadning barcha hikoyalari zamonaviy mavzuda yozilgan. U hikoyalarida tasvirlaydigan har bir voqeadan falsafiy umumlashma chiqarishga, voqealarni lirik ta'sirchanlik bilan ifodalashga, badiiy usullarning xilma-xilligiga erishishga intilgan. Cho'l burguti, o'rik domla, lochin, odam va bo'ri, bo'ston, to'y boshi kabi qator asarlari Said Ahmad ijodida ham, o'zbek nasrida ham yangilik bo'ldi. Said Ahmad kichik hajviy asarlari bilan o'zbek radio va televideniyasida miniatyuralar teatriga asos solgan. Mislsiz xizmatlari uchun Said Ahmad shuhrat medali, buyuk xizmatlari uchun va do'stlik ordenlari hamda O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi sharafli unvonlariga sazovor bo'lgan.